Soat necha bo'lib ketdi ekan? Oh, chort. Soat 8 bo'libdi. Maktabga kech qolyapmiz. 5 olish kerak. Xo'sh. Bolalar, bu o'sha sizlar kutgan. Bolalar, bu siz o'sha kutgan maktab seriyasining ikkinchi qismi. Ibrohim, tur. Maktabga ketishimiz kerak. Ibrohim. Yur, maktabga ketishimiz kerak. 1-soat bizda ona tili 1-soat. Kech qolsak turg'izib qo'yadi-yu. Bo'laqa. Mana maktab ham ko'rinib turibdi. Eshikni yopishni unutma. To'xta. Hozir. Ustoz so'yib bermasmikin? Bilmadim. 1-soat ona tilimidi? Ona tilida. Oh, chort, direktor ko'rib qolmasa. Ingliz tili. Assalomu alaykum ustoz, ketsak mumkinmi? Ona tili pastaydimi? Voy, bilmabman. Nimaga kech qolding, kim? Assalomu alaykum ustoz. O'tirsam maylimi? O'tir, kech qolma bundan keyin. Rahmat ustoz. Ustoz, uyga asfalalarni olib boraylikmi? obor. Ustoz, menga qolib ketibdi. Nimaga qolib ketadi? Jinni, keyin safar kutganga tinch qo'yib qo'yaman. Sheriz guruymi jinni? Ustoz, beriga qolib ketibdi. Jinni, sen ham qilib keldingmi? Keyingi safar kutgang. Burchakka turgizmasa bo'ldi, Ibrohim. Qo'shdiga ketdik. Bo'ldi, ustoz kallangizga urganim meni, shundingizmi? Darsingizni osib qo'ygan joyim bo'lsa. Ketdik, direktor xumorim tutyapti, Direktor Turkiyadagi. Assalomu alaykum direktor, kirsa bo'ladimi? Ol kayf. Men kayf qil jinni. O'ldirib qo'ymay jinni. Ey, mol. Ko'tingga mana shu uchgan tixolaman, shundaymi? Ko'tingga tixolaman mana shu uchgan. Ketdi, 2-soat fizika edi, ingliz tili edi-yu, ingliz tili. Haliga yaxshi ustoz kiradi. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? O'tirish, tez. Rahmat ustozim, o'zimni ustozim. Mana burchak bilan kallangizga turib qo'y, ko'z tegmasin. Ol kayfni. Chiqamiz. O'tir. Ustoz, qo'y degan nima degani ingliz tilida? Shep degani. Shep ekansiz-chi. Ustoz, haqiqiy sheplarni shepsiz ustozim, o'zimni. Kallangizga oyog'im darsingizni osdim. Qochdik. Endi 3-soatimiz esa bizda adabiyot edi-yu, adabiyot. Hozir ko'rinchi, adabiyot ekan. Ketdik. Adabiyotda tepada edi, adabiyot. Adashtirib qo'yyapman-da. Qochamiz bundan keyin. Bunday qochamiz. 3 soat o'qib qo'ygan bo'lamiz. Adabiyotga kiraylik. Assalomu alaykum ustozim. Ustoz, yaxshimisiz? Kirsa bo'ladimi? O'tirasizlar, jinnilar. Nima? Siz jinni deb tashlayapsiz. Sen kattaga bormadingizmi? Bo'ldi, o'ldirib qo'yasan. Biza jinni dedi bu. Vazifalarimizni olib kelaylikmi ustoz? Olib kel. Voy, meniki qolib ketibdi-mi? Qo'lingda turibdi-ku. Qo'limdagi daftar emas, jinni, kitob bu, kallangga qo'yyag'im. Qo'yyag' tutadigan bola ekansan. Qochib ket, ustoz, topib kelaman. Direktor bitta turib chiqayman, xumor qilib. Mana shu uchganni ko'tingga tiqolaman menga. Normalniy muomala qilmayman. Kiyimni ko'rsataymi, qanaqa kiyim? Voy, jim. Ibrohimjon, obunachilar bilan xayrlashib qo'yaylik. Video olaylik, qiziq ketyapti. Ibrohimjon. Maktabda ekanman. Men uyga kelib olganman. Qornim ochdi. Xayrlashaylik. Videoni ko'rdinglar, obunachilar, videoga like bosib, birdana like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. 170 ta obunachi bo'lishimizga bir dona obunachi qoldi. Biz videomiz tugadi. Maktab seriyasining 2-qismini, 3-qismini yaqinda olishga harakat qilamiz.